Dada, buningizni xurraganda aslida 2 soatdan beri dam olmayapti-ku. Sen 2 soatdan beri dam olamsan, ammo tug'ilgandan beri dam olmayman. Abetku dam olish kerak-ku. Shuda biz ham dam olaylik. Xurrak otdimmi? O'rdak otding, miltiq otding. Nima bo'ldi? Uchrashuvga bordim. O 2 kun bo'ldi uxlamaganimga ozgina uxlab qolimman, xurrakcha otdimmanmi? Ketaveribdi. Sani xurraging xurrakcha emas. Xurrak. Nima qilsak bo'ladi dada xurrakni? Doktorga boramiz. Xurragingni ham chiroyli qiladi, burningni ham chiroyli qiladi. Assalomu alaykum doktor. Assalomu alaykum. O'g'ilcha nafas olishga qiynaladi. Burni biroz qiyshiqroq, keyin xurrak otadi. Juda yomon xurrak otadi. Qo'li qo'shtlarim ham bezor bo'lib ketgan. Qachondan beri xurrak o'tish? Bu tug'ilgandan beri xurrak otadi. Yo'li qiyshiq. Operatsiya o'tkazish kerak. Bularga septa konxaplastika operatsiya 15-20 minutlik. Nafas yo'li ochiladi. Xudo xolasa nafas bilan shikoyatlari bo'lmaydi, xurrak otishlari ham qolib ketadi. 15-20 daqiqada bitadigan narsaga 20 yildan beri meni qiynaysan.